Shuhratbek, nimaga labolarni sen qo'ymaysan ukam deydiganlarga xudo xolasa boshladik. Inshaalloh laboyni birinchisi bizda. Damas'ni labo qilingani, uji sotildi 5600 ga. Aka buni yili necha edi qani aka? 2016. 2016-yil Damas'ni labo qilingani. Mana sizlarga go'zali va bo'lakchasi Andijon mashina bozorida. Sizlarga hozir to'liq ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Uji aka bo'ldi, uji olib ketyapti, egasi uji minib ketyapti, yangi egasi. Bu ichkarilarini ham bir ko'rib olishinglar mumkin mana sizlarga. Hayya. Sotildi. Nasib qilsin, yaxshi kunlarda minsin. Aka qulluq bo'lsin. Ketdani. Labolar narx ko'tarilgan. Kimdan aka bu? Egasi yo'qmi? Laboyni to'kon tegadiganidan. Mana sizlarga. Bu yerda yasab ham qo'yibdi. Bu ham shu yasalgan, ko'rib olishlar mumkin, ichiga profillar tiqilgan, baquvvat. Chunki o'zim minib ko'rdim, bitta aka olgan ekan, ichiga profillar tiqilgan. 1,5 tonna, 2 tonnani indamay olib ketdi. O'z ko'zimiz bilan ko'rdik shu narsani. Va bu tomonlar. Lekin egasi yo'q, bo'lganda bu ma'lumotlarni olardik. Bu uzoqdan sizlarga to'liq ko'rinishi, bemalol gazini bosishlari mumkin. Egalari yo'q, ketibdi. Shuhratbek Uskanal aka. Mana. Buning ham egasi yo'q. Bu lavada olgandan keyin odam buni ish qilsa ham kelmaydi, faqat minib yurishga. Tepada bagajlari bilan. Va bu tomonlari, eshik holatlari va bu tomonlar. Sidingda shunaqa chig'ollari, ichkarilarida ham go'zal qilib qo'yibdi tomonlari. Labo misan, labo ekan. 285 ming yurgan, to'g'risi u yog'ini syomka qilamiz, chunki egasi yo'q ekan. Ichida mana qanaqa narsa bor uka deb bo'lsa keyin biz ham hijalab to'p olamiz. Va tag qismlari, bu tomonlari. Bu yonboshdan to'liq ko'rinishi. Gazini bosib olinglar mana shu yerga. Zapravka bo'ladigan joyi. Mana sizlarga va bu tomonlar. Kimdan aka bu? Yo'q, akalar. Aka bu ham sizdanmi? Yili necha buni aka? 2007-yil. Bu ham shu Damas'ni labo qilingani. Damas'ni labo qilingani. Dokumentlar joyidami aka? Va bu tomonlar. Xolasilar, keyin xolasilar oldi sotdi. Necha pul deyapsiz aka buni? 5100 ga berib olamiz. 5100 ga beriladi. Mana sizlarga gazini bosinglar. Labolarda уже narx ko'tarilibdi, уже sezoni keldi. Sroshni olamiz mana shu yerga. Bu-chi aka? Bu ham sizdanmi? Buni yili necha aka? 2009. Bu ham yasalgan. Bu ham yasalgan 2009-yil. Dokumentda muammosi yo'q, tayyor. Dokumentda muammosi yo'q, oldi kirli ichki holatlari. Balonlar ko'rsa 4-chi balon qo'yilgan, yangi va bu tomonlar. Bu yerlarni ham go'zal qilib qo'yibdi, bu yerlar ham ochilib yopiladigan, qulflanadi. Endi ochib bering degani ham nega udobmi. Salonga keladigan bo'lsak, bu salon holatlari va bu tomonlar. Mana patolog, stolkalari hammasi joyida. Dokumentdan muammosi yo'q. Ruxsatnomalari bor, tentlariga ham hammasiga. Orqasiga keladigan bo'lsak, orqalarni ko'rib turibsizlar. Bular ariqchalik. Bemalol bitta qilib yig'ishtirib qo'yasizlar, holatlar olib qo'yasizlar. Va shu bort holatlari yonboshdan to'liq ko'rinishi. Va bu tomonlar. Aka buni necha pul deyapsiz? 5100 ga beraverasiz. Bozor qo'ni-qo'sh necha pul qiladi aka buni? Bozorda so'rashmadi, odam. Ha, odam bo'lmadi. Nomerni ayting aka bunga. 91lik 355 25 51. Akamiz ikkita bor ekan. Bir xil xaslan olsin. Xohlalar buni olinglar, xohlalar mana buni olinglar. Gazini bosinglar. Telegram, WhatsApp bor aka. Telegram, WhatsApp bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Aka bozoringiz bersin. Mana baraka bo'lyaptimi? Urush bo'lyaptimi? Variantga baraka bo'lyapti. Ha, variant bo'laversin, ko'proq bo'laversin. Olaveraylik. Sizdanmi aka? Reklama qilsak bo'ladimi aka? Yili necha aka? 2001 ga 2020. 2001 ga 2020? Ha. Ha, bo'ldi. Da bo'ldi. Mana sizlarga kuzi bosilgan. Gazini bosib olamiz va oldidan to'liq ko'rinishi va bu tomonlar.
Lavolarni birinchi syomka qilyapman, kanalga va birinchi marta qo'yyapman. Qayerlarini video qilishini kommentga yozib qo'ysanglar, ular keyingi safar ashulalarni sizlarga to'liq ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Va tag qismlari. Dokumentda muammosi yo'q ekan, mashina tayyor. Tiniq. Necha pul deyapsiz bunaga? 5 chekami bor. 5000 chekami bor. Ajzani battery varianti-chi. Variant ozgina Necha oygacha beramiz variantga? 5 oyga. 5 oygacha necha pul bor telefon qilsin sizga bo'lmasa? 5 oygacha. 3000 bor. 3000 bor, 5 oygacha variantga beriladi. Nomerni ayting. 88lik 88lik 019 019 4001. 4001. Akajonim bozoringiz bersin. Rahmat, sog' bo'ling. Ko'rdinglar, lavolarni uchun narx ko'tarilibdi. 1-2 oy oldin ham hech kim buni kelmayapti bu tomonlarga. Uchun narxlar ko'tarilgan. Sen birinchi syomka qilayotgan qayerdan bilasan deydiganlarga, chunki o'zimiz dehqonmiz, lavo surishtirib yuramiz, bilamiz. Faqat videosini qo'ymaymiz. Shunga hozir siraz bildim. U lavo bozoriga o'tib narxlar ko'tarilgan. Oldingidan ham ko'tarilgan. Mana keyingisi. Assalomu alaykum aka, tuzingiz charchamasdan. Labomi bu? Zavodskoy. Zavodskoy lavosi 2019. Dokumentlari, xadovoy mo'z korobkalari joydami? Rasxod yo'q, mashina tayyor. Xohlasini gen qilib berasiz, xohlasini oldi sotdi. Xohlagan dokumentni gaplashamiz ekan. Xohlasini oldi sotdi, xohlasini gen. Dokumentdan muammosi yo'q. Va oldi eshik holatlarini ko'rib olishlar mumkin. Va bu tomonlari. Mashina qayerda aka? Paxtabod. Mashina Paxtabod 264 ming. Yo'lim qilingan, polik tashlangan va silingan holatlari va tomlari. Patolog stolkalar, oldi lavolar butun. Tentlariga ruxsatlari bor, hammasi joyida. Tentlariga ruxsati bor, hammasi joyida. Qani buni qayerdan ochadi? Ochinchi aka. Va shu mashinaga ana bu tayyor. Mana sizlarga. Bu tomonlar hali olib turib qo'y tashlayminsizlar, qo'yga ham tayyor. Yuk tashsanglar, yukka ham tayyor va mana bu tomonlar. Aka buni necha pul deyapsiz? 6,5 kelishamiz aka. 6,5 ming kelishiladigan joyi bor. Bozor qo'ni qo'shni necha pul qildi buni aka? Bermadingiz. Aka hozir 56 ga to'xtayapti. 56 kishi. 5600 ga berilmayapti. 5600 ga. Ajzani battery varianti-chi? Battery bo'lsa Damas'ga Aha. olamiz. Bo'ldi aka. Nomerni ayting. 91lik 91lik 066 066 28 27. 28 27. Ozmoz yetmay qolgan joyga 10 kun 15 kun ajdaniyasi bormi? Bor aka. Gazini bosdi. Telegram, WhatsApp bor, ha? Bor. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Ayyo, biz bu yoqqa o'tmay qo'yaylik, va foydasi yo'q. Chunki bu yoqdan reklama qilishda niyat yo'q. Chunki u sotayotgan odamni taniymiz. Qanaqa muomala qilishini ham bilamiz. Shunga biz iloji yo'q qilmaymiz. Mayli Boeing'lar bor ekan, Honda'lar bor ekan va bu tomonlari. Kimdan ekan bu aka? Sizlardanmi? Sizdanmi aka? Assalomu alaykum. Reklama qilsangiz bo'ladimi? Yili necha aka? 2005. Toza lavo bu. Qilingan. Damas lavo qilingan. Mana sizlarga yonboshdan to'liq ko'rinishi va holati. Necha pul deyapsiz aka buni? 4000 kami bor, sunnatga o'tib beriladi. Motor hadovilar hammasi joyida. Dokumentda muammosi yo'q. Nomerni bering aka. 95 lik 166 67 63 67 60. Mana sizlarga oldidan to'liq ko'rinishi va tarqismlari. Mashinaning dokumentida muammosi yo'q, hadovilari hammasi joyida. Mashinaga gazini bosib o'ringlar. Video davomida yozib qo'ysanglar, xudo to'liq ma'lumotini beramiz inshaalloh. Agar kommentga yozib qo'ysa, mana qanday joylarni syomka qilsanglar, xuddi shunaqa joylarini syomka qilib ularga taqdim etishga harakat qilamiz keyingi qismlarida. Kimdan ekan aka bu? Egasi ichkarida? Siz oldidan tushdingizmi? Assalomu alaykum. Reklama qilib qo'ysa bo'ladimi aka? Tuzingiz aka, charchamasdan. Mana sizlarga. Bu toza labomi yo, bu ham damas qilinganimi? Toza labo. O'zi bozorda 80% уже damaslarni уже labo qilishaveryapti. Mana ko'rib o'tib bildik. Ledlar qo'yilgan faraga, oldi labolar butun, sho'rtkichalar o'zgartirilgan, yonboshdan to'liq ko'rinishi. Motor hadovoylari joyidami aka? Mashina tayyor. 1 gram rasxod yo'q, ikkala eshik shumka. Mana, ikkala eshik shumka. Mashinada gram rasxod yo'q, mashina tayyor. Olib, minib, tirikchilikda qilaverasizlar. Qani salonga keladigan bo'lsak, bu oldi eshik holatlari salonda yo'lim qilingan, polik tashlangan.
Shunaqa sidina ishi hollari, patolog va stoka holatlari. Anti radarlarga doğru beraveramizmi aka? Va bu tomonlari. 82 ming yurgan oldilar bo'ylari butun. Radari qoladi o'zida. Bo'ldi mana. Radari qoladi bu. Ko'rib tursa kuzubining ishlari, qozon ichi deb qo'yamiz. Mana qozoni sizlarga. Va yonboshdan to'liq ko'rinishi. Dokumentda muammosi yo'q. Xolasini oldi sotdi, xolasini gen. Mashina tayyor. Aka buni necha pul deyapsiz? 7300 kami bor. Da bo'ladi narxi ko'tarilibdi ancha. 7300 kami bor, sunnatiga o'tib beriladi. Gazini bosinglar mana sizlarga. Lavoydi go'zal. Aka nomerni ayting. 33lik 156 156 07 07 07. 07. Xohlasa propani bor, propaniga almashtiraveradi. Xohlasa Ha, metan. xohlasin propan, xohlasin metan. Xohlaganini almashtirib beramiz. Xohlaganiga almashtirib beriladi. Agar yo'q, ukam meni aqlim yetadi, propanni ham yuraman desanglar, u yog'iga ham kelishib olaverasizlar. Gazini bosinglar. Aka, bozoringiz bersin. Telegram, WhatsApp bor a? Bor, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telegram, WhatsAppi bor. Akamizni so'raymiz. Damas Lavoga 2007-yil. Reklama qilib bo'lsa bo'ladimi aka? O'tiravering aka, shunga ma'lumotini beramiz. Siz ham bezda qilib qo'ymaylik, sovuq bo'lyapti. Damas Lavo 2007-yil ekana, 4,5 ming kami bor. Motor hadovoylar hammasi joyidami aka? Joyida aka, hamma yo'q. Rasxoti yo'q mashina, tayyor. Tayyor. Dokumentdan gen ham qilib beraveramizmi? Beramiz. Xohlasin gen, xohlasin oldi sotdi. Mana sizlarga hozir video davomida to'liqroq ma'lumotini beramiz. Qozon ichlari va tag qismlari. To'rtta yumshoq balon taqilgan. Kalpaylar qo'yilgan. Bu 75 ga 70-13 razmerda. Qozon ichlari yangi va sizlarga bu yonboshdan to'liq ko'rinishi ko'ra olishingiz mumkin. Balon holatlarini ham ko'rdinglar va tag qismlarini ham ko'ra olishingiz mumkin va bu tomonlari. Mana sizlarga akamizdan hozir ma'lumotini olamiz. Oldidan to'liq ko'rinishi. Ajana barter varianti nima deymiz aka? Variant yo'q, barter aka, Damasga barter qilaveramiz. Damasga? Necha pul deyapsiz aka buni? 4,5 aka. 4,5 ming kami bor. Sunnatga o'tib beriladi. Bozor, qo'ni qo'shni necha pul qildi aka bermadingiz? 4 mingga berdim. 4 mingga berilmadi. 4 mingga berilmadi. Telegram, WhatsApp bormi aka? Nomerni ayting. 91lik 485 485 49 49. 49 49. Aka, bozoringiz bersin. Mana gazini bosinglar, mana sizlarga ma'lumot yana bir bu. Mashina yoqqan bo'lsa akamizga alohida chiqishingiz mumkin. Damas Labo ko'p ekan bozorda. Lekin yana bir aytaman, narxlar nima ko'tarilib ketdi bularga bilmadim, to'g'risi. Mana yoqda Honda bor ekan. Bitta turibdi akamiz. Bu yoqqa bormay qo'yaylik, akamiz ichkarida o'tiribdi. Va bu tomonlar. Honda Porter so'ragan akalarimiz, mana sizlarga Andijon mashina bozoridamiz. Ukam menga gazini bosib yuborib bitta moshnisi bo'lsin. Xudo xohlasa yaqinda boraman, srochni olaman Andijondan deydiganlarga mana sizlarga taqdim etamiz. Aka, yili nechi buni? 2012-yil. Rangini qaranglar. Oq desanglar oqmas, maloshni desanglar maloshni emas. Bu sizlarga yonboshdan to'liq ko'rinishi. Balonlarning sosteniyasi yangi, qo'sh balon va qozon ichlari. Mana motor hadovoylarda ishi yo'qmi aka? Mashina tayyor. Mana sizlarga va bu tomonlari. Ko'rib tursa balon holatlari pasti yangi. Mana 1.55 ga 12 s ekan. Va tag qismlari. Bu akkumulyatorlar katta bo'lar ekan aka buni. Mana akkumulyatorlari yangi. Nechtali aka bular? Unaqani bilmayman ekan. Salonga keladigan bo'lsak, mana sizlarga salon holati. Sidina oldin ko'rib turibsizlar. Arkasida ham xuddi kichkinagina kabinachalar bor ekan. Bemalol puluch, arqon solgani. Va mana sizlarga bu tomonlar. Dokumentdan muammosi yo'q ekan. Oldi kirli ichki holatlari. Balon razmeri nechi buni aka? 15. Mana sizlarga balonlari ham pasti yangi. Dokumentdan muammosi yo'q. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi shilinganlariga sepilgan. Shilinganlariga sepilgan, udari yo'q. Pardoz annozga qilingan. Oldi laboy butun. Ukam danniga yuk tashib yuboraman deydiganlarga mana sizlarga gazini bosinglar. Xohlaylar orqasiga kabinet qo'yib olasizlar, xohlaylar shuni tenti tashlab ketaverasizlar. Aka, bu qancha yurgan?
336 ming. Lekin bularda hadovoylariga to'g'risi ancha-muncha inamarkani hadovoylari yetolmaydi. Chunki o'ta yumshoq bo'ladi bular. Aka, buni necha bilyapsiz? 12,5 o'tib beramiz. 12,5 mingdan o'tib beriladi. Sunnatiga kelishiladi. Mana sizlarga holati. Ajdani barter varianti nima deymiz aka? Naqdda. Faqat ishtirganmi? 1-2 ga bermaymizmi aka? 1-2 ming pul yetmay qolsa, bir Kelishaveramiz. oyga kelishamiz. 1-2 ming pul yetmay qolgan joyga biror oyga kelishiladigan joyi bor. Gazini bosinglar mana sizlarga. Aka, nomerni ayting. 99 99lik 008 008 54 54 12. Telegram, WhatsApp bormi aka? Telegram, WhatsAppi bor. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Bu kimdan aka? Sizdanmi? Yili nechi buni aka? Bu 12. 2012. Bu-chi benzin salarka? Bu Starix motor. Starix motor. Metandan ham yuraveradi. Bu только dizelda. Shuni aytaman deb esda yo'q. Va sizlarga yonbosh. Aka, menga buni kuzubini razmerini aytingchi, endi esimga tushyapti. Nechi? 295. Qozonni ichi. Bu-chi bu ham shunaqa. Bu ham shunaqa. Buning kaltalari ham bor, ha? Yo'q, eng kaltasi mana shu. Undan keyin 2 kabinkaliklar bor. Ha, shu sal kaltaroq, ana, eshitdinglar. Buni kraskasi necha bor aka? Bu ham sepilgan. Pardoz annozga qilingan. Pardoz annozga qilingan. Motor hadovoylari joyida. Tiniq. Balon holatlari pashti yangi, ancha xizmat qiladi. 205 ga 70-15 razmerda ekan. Oldi krilo ichki holatlari, kalpaylari va tag qismlari metanda. Mana eshiklariga holatlari. Ko'tarib ko'rib turibsizlar va o'ng ko'taruvchi knopkalari, oldiki holati to'liq ko'rinishi va tag qismlari. Salonda lyolim qilingan, sidinda shunaqa kojinni o'zini zavod chig'ollari, buni tikkalab qo'yishlar ham bo'ladi. Mana metdan tikkalari, mana qayerdan tikkalardi buni? Qo'lda telefon bor, bizga ne udobniyroq. Shu ko'tarib bering, qo'lda telefon bor, va shu ko'tarib bo'lmayapti. Pul toparidan mana sizlarga. Telefon qilib ko'pchilik so'raydi, "Uka, nimaga sen labolar chiqarmaysan, portlar chiqarmaysan?" Uka, bizga Glaniz shu qiziq, sezon boshlandi, dehqonchilik deydiganlarga gazini bosaverasizlar. O'zini zavod multimedia rollari bilan. Qancha yurgan aka bu? Buliga 300 ming yurgan. 300 ming yurilgan. Patologiya qismlari, orqada xuddi shunday kichkinagina joychasi bor o'zini. Konditsioner hamma yoq borda bularda. O'zimiz hozir ancha-muncha Navbagilik rolsiydi bulardi. mana eshitdinglar, rollar isiydi. Hozir Jendra Kobutlarda yo'q qulayliklar mashlarda borda. Va mana sizlarga bu yerda yonboshdan to'liq ko'rinishi. Aka, buni necha pul deyapsiz? 14,5 o'tib beramiz. 14,5 o'tib beriladi. Bozor qo'ni qo'shni necha pul qildi buni aka? Bermadingiz. Va ta'kidsimda. 13100 ga 13100 ga berilmabdi. Qo'sh balon bu ham va orqadan sizlarga to'liq ko'rinishi, kirli ichki holatlari va bu tomonlar. Starix motor. Ozmoz yetmay qolgan joyga biror oyga ajdaniyasi bor buni ham, aka. Necha pul deyapsiz buni aka? 14,5 kami. 14,5 ming kami bor. Mana sizlarga yana ikkinchi marta narxini so'rab ham qo'ydik. Xohlaylar bunga telefon qilinglar, yoqqan bo'lsa xohlaylar mana bunga telefon qilinglar. Telegram, WhatsApplari bor. Xudo xohlasa hozir yana bir bor sizlarga nomerlarini qaytarib o'tamiz. Aka, nomerni ayting. 99lik 008 008 54 54 12. Aka, bozoringiz bersin. Sizlar bilan Shuhratbek Uz kanalining admini bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xudo xolasa mana lavoylarda, Honda portelarda ham syomkasini qilishni boshladik. Xudo xolasa videosini qo'yamiz. Yoqqan bo'lsa kommentga yozib. Qaysini? Esimdan ham chiqib qoldi, nima deyapti o'zim? Captiva'nimi? Aka, men labo olyapman. Akamiz Captiva'ni bor, ashini ham qo'shib yuborib keldi, labolar qatoriga dedi. Yo'q, aka, qo'sha olmaymiz. Chunki odamlar har xil o'ylashi mumkin deb, shunga Captiva'sini qo'shmadik. Akamiz xafa bo'lib qolgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Xudo xolasa bozor kuni qo'yib berishga harakat qilamiz. Bozor tugadi, halqim. Sekin biz ham qaytishga harakat qilyapmiz. Mashina bozori vahshiy bo'sh, уже ketdi hamma. Kanalga obuna bo'lish, like bosish esdan chiqmasin. Poddesh uchun oldindan rahmat. Endi Labodni muxlislarini ko'ramiz, qanaqa poddesh qilishdi, qanaqa qilib komment yozishdi. Xudo xolasa shunga qarab ish qilamiz. Agar like'lari, prosmotrlari zo'r bo'lsa, inshaalloh biz ham cho'tka qilib videolarini qilishga harakat qilamiz.